ichiga boyagi qaysi etajga boradi? Liftga qaytaradi. Hozir kuryer keldida, ichiga shu ovqatini soldi, etajda nimasini belgiladi, o'zi liftga boradida, o'zi minib, o'zi kuryerga boradi, o'zi mana qarang. Odam kerak emas. Kimdir chiqadi. Liftda ham kutadi o'zi. Liftda ham chaqirgan o'zi, bilasizmi? Chaqiradi. Mana. Mana shu to'g'ri. Bu lift bilan qandaydir onlayn bog'lanadi-da bu. Liftda ham chaqirgan. Liftda pasayapti mana. Kelishi bilan lift pasaytirib yurdi stelkasi, xuddi qo'l bilan bosgandek bu. Texnologiyani. Kuryer tepaga chiqmadi, etajga, ichiga soldi, ketdi bo'ldi. Dastavkani mehmonxonani xonasiga o'zi olib boradi buni. Hozir liftgacha kirguncha qani kuzataylik nima bo'ladi? Ana, ko'ryapsizlarmi? Qanday minyapti liftga? Lift o'zi chaqiradi, o'zi boradi, xonani topib, mijozga o'zi olib boradi mana. Ana etaj belgilaydi, men ko'ramiz. Mana qarab qo'ying. Mana bu ikkinchisi kelyapti, mana yuk tashlab. Ketdi o'zi. Ana. Bu yuk tashlab kelyapti mana. Tayyor dastur ekanda uyga bitta taqib qo'yish kerak bundan. Fiks yo'q kerak. Mana o'zi boradida tashlab kelgandan keyin zaryad qiladigan joyi bor, orqasini ko'rasizmi mana orqasida. Ana shu zaryad qiladigan joyga borib o'zini to'g'rilab oladi hozir mana. Mana qarab qo'ying mana. Orqasi bilan shu orqani berib qo'yadi, zaryad qilib turaveradi. Mana qarang. Texnologiya kim o'ylabdi? Qachonlardir shunaqa narsa bo'lishini. Orqa tomonda, endi orqadan yuradi, qarab turing. Hech kim boshqarmaydi buni. Programma bilan boshqariladi. Mana ko'rdinglar? Hoppa, zaryadga ulandi. Texnologiya do'stlarim. Shunaqa gaplar. Kartochka bilan like bosib tashlab qo'yinglar. Bizlar ham mehmonxonaga kelgandir balkim. Endi men birinchi marta mehmonxonaga kelganim uchun bu narsani ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin. Balkim o'zimizda ham bordir shunaqa texnologiyalar.